Telefonning inson organizmiga qanday ta'sirlari bor? Telefonning sog'liqqa ta'siri undan qancha vaqt, qanday maqsadda va qanday sharoitda foydalanishga bog'liq. O'rtacha foydalanish odatda jiddiy zarar yetkazishi isbotlanmagan, ammo noto'g'ri odatlar sog'liq bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Telefonning sog'liqqa salbiy ta'sirlari: ko'zning charchashi, uyquning buzilishi, bo'yin va bel og'rig'i, ruhiy salomatlik, eshitish qobiliyatiga salbiy ta'siri, qo'l va barmoqlarga og'irlik berishi mumkin. Telefon nurlanishi xavflimi? Mobil telefonlar radiochastota to'lqinlaridan foydalanadi. Hozirgi ilmiy dalillarga ko'ra, odatiy foydalanish sharoitida mobil telefon nurlanishi saraton kasalligini keltirib chiqarishini ishonchli tarzda tasdiqlovchi dalillar mavjud emas. Biroq bu sohada ilmiy kuzatuvlar davom etmoqda va mutaxassislar telefonlardan oqilona foydalanishni tavsiya qiladilar. Sog'lom foydalanish bo'yicha tavsiyalar: har 20 daqiqa ko'zni ekrandan olib 20 soniya davomida uzoqqa qarang. 3-20 qoidasi. Uxlashdan 1 soat oldin telefon ishlatmaslikka harakat qiling. Ekran yorqinligini moslashtiring va tungi rejimda foydalaning. Telefonni ko'zdan 35-45 sm uzoqlikda ushlang. Musiqani maksimal ovozning 60% dan balandga qo'ymang va uzoq vaqt tinglamang. Har 30-60 daqiqada tanaffus qilib biroz harakat qiling. Telefon ishlatayotganda qomatingizni tik tutishga harakat qiling. Telefon to'g'ri va me'yorda ishlatilsa, uning foydalari ko'p. Asosiy xavfining katta qismi telefonning o'zidan emas, balki uzoq vaqt uzluksiz foydalanish va noto'g'ri odatlardan kelib chiqadi.